birinchi mashqqa diqqat bilan qarang. Mashq shartiga ko'ra rasmda yashiringan harflarni toping va so'z yasang. Hosil bo'lgan so'zni tovush va harf tomonidan tahlil qiling. Xo'p, birinchi harfimiz qaysi harf ekan? H harfi. Yana bitta harf ko'rdik. R, Sh, O, K, A, A. Demak, bu harflarimizdan bizga hasharot so'zi hosil bo'ldi. Hasharot so'zini harf, tovush tomonidan tahlil qilamiz. Hasharot so'zida nechta harf bor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta harf, 7 ta tovush. Unli harflari nechta ekan? 1, 2, 3. Nechta unli harf bor ekan? Demak, 3 ta unli tovushi bor. Undoshlarini sanaymiz. 1, 2, 3, 4. 4 ta undosh tovushi bor ekan. Necha bug'unli so'z ekan? 7.